Do'stlar, sizlar bilan o'sha Yoqub Gamer. Bugun video chiqarmaganimga ancha bo'pti. Shu uchun video chiqarishga qaror qildim. Aytgancha, sizlar 15 ta like qilmaslaringizda ham men video chiqardim. Iltimos, bu videoga hech bo'lmasa 10 ta like yig'ilsin. Bugun tuzoqlar ikkinchi qism boshlandi. Qani ketdik. Birinchi tuzog'imizning oti bu. Mana bunday bo'ladi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Bu tuzoq qo'rqituvchi tuzoq. Buning uchun sizga creeper boshi va musiqa noteblock va redstone va bo'sayqon nimacha kerak bo'ladi? Plata kerak bo'ladi. Va biz bo'lmasa boshladik. Qani siz mana unday teshib qo'yasiz. Mana shunday va mana shunday. Ana. Hozir. Agar xato qilib qo'ysalar, yer blogan olinglar. Keyingi videoda qo'shilib o'ynaymiz. Akam ya'ni bitta player bilan horror modda qo'shilib o'ynaymiz. Hozir salgina xato bo'lib qoldi. Uy qilib qo'ying ana shu yerni. Uy qurasiz. Yonga eshik qurasiz. Eshik yoniga bunday qilasiz. Anaqa narsacha bor. Bunday moss carpet degan narsa bor. Shuni qo'yasiz. Va keyingi tuzog'imizning oti bu. Buning oti quyidagidek. Mana bu. Siz bu tuzoqni yaratish uchun
bunday qilasiz. Sizga bu uchun doimgidek kamgina narsa kerak bo'ladi. Mos-karpetni olasiz. Keyin sizga shunchaki zombi olasiz. Creeper olasiz. Creeper olasiz. Va quyidagidek ta'mirlaymiz. Yerni 2 blok qilib kavlab olamiz. Aytgancha shu 4 yasagan tuzog'imga baho berish esdan chiqmasin. Boshladik. Ana. Hozir tayyor bo'ladi, hozir. Sizga taxtacha aytish esimdan chiqdi. Taxtachani ham olinglar. Taxtacha va nima? Ana u oti nima edi? Aytib kerak. Nima edi? Mana shu kerak bo'ladi. Sizdan chiqmasin. Endi bunday qilib chiqasiz. O'tirib qilib chiqing. Endi adush dabdala bo'ldi. Istaganicha kulavering, bu tuzog'imiz ish bermadi. Dabdala qildik. Mayli, bu tuzog'imiz qilamiz. Buni safarga tuzog'imiz qilamiz. Bu tuzog'imiz qilaylik undan ko'ra. Yaxshi, ikkinchi tuzog'imizdan ish bermadi. Mayli, kechiringlar obunachilar. Keyingi safar boshqacha zo'r video chiqaraman. Kechiringlarni. Keyingi tuzog'imizning oti bu portlash nimasi? Portlash yo'li. Bu sizga oddiy temir yo'l, yurgan payt ishlab ketadigan temir yo'l va tintin blogi kerak bo'ladi. Hozir sizga o'rgatib qo'yaman. Qani, boshladik. To'xtanglar obunachilar. Bilaman, hozir bitta do'stimiz bor.
Do'stimiz ben ko'rishga yaraydigan kanal bor. Nomi Bohirchik. Bohirchik degan kanal bor. Ko'rishga bemalol yaraydi. Bohirchik ismli kanalga kirib, mana obuna tugmasini bosib qo'yamiz. Shu do'stimizni shu kanalga agar yordam bersanglar, kattakon rahmat o'rnachilar. Bo'lmasa biza videoni boshlaymiz. Do'stlar, boshladik. Mana shunday qilib chiqasiz. O'rtasiga bomba bor va sizlarni unaqa narsani olsangiz beriladi. Buni istagancha katta qilsangiz bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman sizlarga. Keyingi tuzoqlarni ko'rsatmaganim uchun shunday qilib sразу portlab ketadi. Tekin-ku. Keyingi tuzog'imizni oti YouTube'ning bitta qonunlariga ko'ra chiqmay qoldi. Keyingi tuzog'imiz hech qachon chiqmaydi. Va shu bilan do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Unda like yig'inglar. Xayr do'stlar.